G'uzor tumani. Qishlog'ingiz nomi nima edi bu? Qishlog'ingiz. G'uzor tumani Martepa mahallasi. Martepa mahallasidamiz. Vahmaga dori qo'yilgan. Voja 3 yil oldin mana necha yil bo'lgan aytingchi? Aytavering. Men Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining Martepa mahallasidanman. Ism familiya. O'ral bo'laman. 1950-yilda tug'ilganman. Mening uyimda to'rt qurt bosib ketgan edi. Tondirovlarimgacha, oshxonalarimgacha, mehmonxona, molxona hamma yerda qurt bosib ketgan edi. Otasiga rahmat, bir ikkita yigit kelib qurtvorini qo'ydi. Hozir qurtdan bir dona ham yo'q. Daji hamsaylarga ham qurib ketdi. Umuman yo'qmi? Umuman yo'q. Bilmayman, shuning onasi bizim hovlimizning tagida yotgan ekan. Uyingilar ular yerning tagidan keladi-da. Mullalarimiz. Bu duolarni chiqargan professor yigitlarning otasiga rahmat, qo'ygan yigitlarning otasiga, onasiga rahmat. Xudo kelinlar bilan qo'sha qarib, bolalarni sog' salomat odam qilib millador o'yirsin. Biz ham milladormiz o'lib. Telefon nomeringizni ham ayting. Telefon nomerim 99lik 684 86 52. 52. 52 mi? Rahmat.